Qaynonam bilan munosabatlarimizni qanday yaxshiladim? Ha, qizlar, bu tavsiyalarga amal qilinglar. Birinchi o'rinda qiladigan ishim hoppala doyjon bo'ldi. Hoppala doyjonim tugamaydi hech qachon qizlar, tavsiya qilaman. Ikkinchi qiladigan ishim o'rgatgan narsalariga hech qachon ensa qotirmadim. Hoppala doyjon bo'ldi, siz aytganingizdek qilaman deb aytganlarni qilib yurdim har doim. Mana turmushimga 5 yil bo'ldiki, bu narsalarni qo'llab kelyapman, Xudoga shukr. Qaynonam bilan munosabatlarimiz juda ham yaxshi. Keyingi qiladigan ishim qaynonam oldida hech qachon erim, xo'jayinim deb gapirmayman, har doim o'g'lingiz deb gapiraman. Bu ham zo'r ishlaydi qizlar. Sinab ko'ringlar, ishonmasanglar. Aytishadi-yu, qaynonali kelin, qarqara kelin, qaynonasiz kelin, masxara kelin deb. Shu qoidalarga ham amal qildim. Qaynona bilan yashaganni ba'zi bir tomonlari juda ham yaxshi ekan qizlar. Ha, aytgancha, birovni retseptimanki, menga juda ham ko'plab obunachilar kelyapti. Qizlar, meni tavsiyalarimga amal qilinglar. Men sizlarga yangi layfhaklar, retseptlar bilan bo'lishib boraman. Ha, aytgancha zakvaskam hali o'xshadi, zakvaska nonim hali ham o'xshamayapti. Meni kuzatishda davom etinglar, obuna bo'lib qo'yinglar, do'stinglarga jo'natib qo'yinglar. Retsept yoqdimi aytgancha? Yoqqan bo'lsa, like, kommentariy, repost qo'yish esinglardan chiqmasin, qizlar.